Assalomu alaykum barchaga. Darslarimizni davom ettiramiz. Xo'sh, sizlar bilan for loop haqida gaplashayotgan edik. For loopimiz ikkita darsdan iborat edi va bu ikkinchi darsimiz hisoblanadi. Mana bu joyda sizlar bilan range funksiyasi haqida gaplashdik. Endi range funksiyasiga yana ham chuqurroq kiramiz. Mavzuni o'sha birinchi qismida range funksiyasida sanoq avtomatik 0 dan boshlanishini aytib o'tdik. Bitta son bergan vaqtimizda biz uni o'zimiz istagan sondan boshlashimiz ham mumkin. Masalan, 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni yoki 5 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqarishni istasak-chi, bunday holatda ham range funksiyasini ishlatishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqarmoqchi bo'lganimizda, bunda sanoq 1 dan boshlanishi uchun bir sonini ham kiritamiz. Shunda range funksiyasining ichida ikkita qiymat beramiz, virgul bilan ajratilgan holatda. Shunda 1 dan 6 gacha bo'lgan oraliqni kiritsak, 1 dan 5 gacha bo'lgan son 1, 2, 3, 4 va 5 chiqadi, 6 chiqmaydi. Mana masalan, for son in range aytaylik 1 va 6 ni yozamiz. Lekin 6 hisobga kirmaydi, esingizda bo'lsa. Print son deymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 1, 2, 3, 4, 5 chiqdi, 6 chiqmadi va 0 ham chiqmadi, chunki boshlanish nuqtasini biz nimaga sozlab qo'ydik? 1 ga sozlab qo'ydik. Agar buni bermaganimizda 0 dan boshlab chiqar edi. Mana 0, 1, 2, 3, 4, 5 chiqyapti. Bu joyda 1, 2, 3, 4, 5 chiqyapti. Biz istalgan sonni o'sha, demak, birinchi yozgan narsamiz nima bo'lyapti bu joyda? 3 dan boshlab 5 ga 3, 4, 5 chiqsin. Mana 3, 4, 5 chiqyapti. 6 chiqmaydi, 3, 4, 5 chiqadi. Xo'p, bu joyda demak boshlanish nuqtasi, bu joyda yakunlanish nuqtasini gacha bo'lgan nuqtani berar ekanmiz. Xo'p, endi range funksiyasida sonlar avtomatik nima bo'lyapti? 3 dan keyin mana 4, 4 dan keyin 5, ya'ni avtomatik tarzda sonlar bittaga ortib boradi. Ammo bu holatni ham o'zgartirish mumkin, ya'ni necha qadam tashlashini biz aytib qo'yishimiz mumkin. Bunda oraliqni ko'rsatgandan so'ng, ya'ni boshlang'ich nuqta, tugash nuqtasini yozganimizdan so'ng sanoq nechtaga ortishini ham kiritishimiz mumkin. Yana bitta virgul bilan. Shunda range funksiyasining ichida 3 ta qiymat berayotgan bo'lamiz. Funksiya ichidagi dastlabki ikkita son oraliqni, uchinchi son esa sanoq nechtaga ortishini, ya'ni necha qadamda harakatlanishini ko'rsatadi. Masalan, 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni faqat juftlarini ekranga chiqarmoqchimiz. Bunda oraliqni 2 dan 11 gacha deb belgilaymiz. Shunda sanoq 2 dan boshlanadi, 2 chiqadi ekranga va 10 gacha davom etadi. Har safar sanoq 2 ga ortishi uchun bo'lib o'sha sanog'imiz 2 ga ortishi uchun 2 sonni ham kiritamiz. Ya'ni mana bu holatda qani 2 dan boshlaymiz, 11 gacha sanaydi va bu joyda 2 ni yozamiz. Shunda bu birinchisi nima? Start, ya'ni boshlanish qismi, ikkinchisi stop, ya'ni to'xtash joyi va uchinchisi step bo'lar ekan. Ya'ni mana bu qadam qismi hisoblanar ekan. Aytaylik, qadam gacha to'xtash va start bo'lsa boshlash hisoblanar ekan, boshlash nuqtasi hisoblanadi. Xo'p, endi qarang. Buni ekranga chiqaraman. 0 dan 11 gacha deganimiz 11 chiqmaydi, lekin 10 chiqadi. 2, 4, 6, 8, 10 demak ekranga chiqyapti. Har ikkinchi son nimasi bo'ladi? Ikkinchi sonni nima qilyapti? Tashlab ketyapti, ikkinchi oraliqni. Mana shunday tarzda ham demak ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'p, yana bitta narsa, while siklida bo'lgani kabi, for siklida ham else operator, ya'ni else kalit so'zi bor. Else kalit so'zi o'sha ro'yxatimiz tugagandan keyin yana biror bir amalni bajarish imkonini beradi. Odatda bundan sikl tugagani haqida ma'lumot berishda foydalaniladi, lekin qandaydir bir funksiyalarni, nimadir kodlarni ishga tushirib yuborishimiz ham mumkin. Endi bu vaziyatga qarab, masalan, Python so'zini 5 marta ekranga chiqarmoqchimiz va loop jarayoni, aylanish jarayoni tugagandan keyin shu haqida xabar bermoqchimiz. Bunda endi e'tibor bering, range funksiyasi bilan sanoq asosida sonlarni ekranga chiqaramiz. Balki chiqarmaymiz, balki shuncha marta bir xil amalni bajaramiz. Ya'ni 5 marta print yozib o'tirmaymiz, balki range funksiyasidan foydalanamiz. 5 marta
ekranga chiqarish uchun for aytaylik bizga son kerak emas, shunchaki x deb nomlab qo'ysak ham bo'ladi. In range 5 gacha 0 dan 5 gacha 5 hisoblanmagan taqdirda ham 1 2 3 4 va 0 bor. O'shani hisobiga 5 ta nima bo'ladi bizda belgi bor bo'ladi va print qilamiz. Python deb mana 5 marta yozib o'tirishni o'rniga ikki qator kod bilan nima qildik? Kodimizni qisqartirdik. Va endi print qilaman. Aytaylik /n nima qilib berardi? Esingizda bo'lsa, /n bizga mana bu qochish operatori hisoblanar edi, ya'ni xatolikdan qochish yoki bir nimadir ishni qilib qilishda amaliy yordam berar edi. Xo'p, demak, mana bu n yangi qatorni bildiradi. Bu esa uni xatolikka olib kelishi yoki bizni matnlarimizga qo'shilib ketishidan qochishga yordam berar edi. Xo'p, demak, teskari /back yoki ruschasiga yoki o'zbekchasiga drop deb atalardi. Va endi bu yerda yozamiz cycle yoki aylanish yoki loop tugadi deb. Va endi ishga tushiradigan bo'lsak kodimizni, mana buni ham izohga olib qo'yaman. Xo'sh, bu kodimiz mana bu joyda bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi ishga tushiraman. Mana Python deb 1 2 3 4 5 marta ishga tushdi. Keling, x ni ham ishlatamiz. X ni ekranga chiqaradigan bo'lsak 0 dan boshlab 4 gacha chiqadi. 4 ham chiqadi. Mana shu joyda nima qilishimiz mumkin? X ga 1 ni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shunda mana ko'rishingiz mumkin 1 2 3 4 5 Python deb chiqdi. 5 ta Python chiqdi va mana bu yerda bitta bo'sh qator tashladik. /n bilan avvalambor, keyin esa aylanish tugadi deb yozuvimizni chiqarib qo'ydik. Demak, bu else operator edi. Endi bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. While operator, while kalt so'z bilan ham, while loop bilan ham, for loop bilan ham ichma-ich looplarni yozsa bo'ladi. Buni keling hozir for loopiga kelgan ekanmiz. For loop bilan ko'rsatib beraman, lekin while loopini ichida ham while loopini ishlatish mumkin, ya'ni ichma-ich looplarni ishlatish mumkin. Bularda nested looplar, ya'ni nested loops deyiladi ingliz tilida. Bu ichma-ich uyalashgan aylanish jarayonlari hisoblanadi. Xo'p, bunda bitta narsani tushunib olish muhim. Tashqi loopni ichida har bitta elementimizni aylanib chiqamiz-ku, to'g'rimi? Aytaylik, bitta loopni oladigan bo'lsak, mana bu loopimizni oladigan bo'lsak, mana mevalarning ichini aylanib chiqyapmiz. Mana mevalar uchun aylanib chiqyapmiz, har bitta mevasi uchun, to'g'rimi? Mevalarni ichidagi har bitta meva elementi uchun aylanib chiqyapmiz. O'sha har bir aylanganimizda, mana bu misol uchun olma degan loopimizga aylangan vaqtimizda, mana ichidagi loop mana shu olma degan loopimiz bitta mana shu element uchun, ikkinchi loopimiz buni ichida ishlatadigan qo'shimcha for loopimiz yana o'zi misol uchun 5 marta ishlash kerak bo'lsa, mana shu olma uchun 5 marta ishlaydi. Keyin tashqaridagi loopimizga qaytadi, tashqaridagi loopimiz anorga o'tadi. Anor uchun ham yana 5 marta ishlaydi, yana tashqaridagi loopimizga qaytadi. Tashqaridagi loopimizga qaytganda nok uchun ham yana bir 5 marta aytaylik, 5 marta ishlasin deb yozgan bo'lsak, 5 marta ishlaydi. Xo'p, mana shu narsani tushuntirmoqchiman hozir. Sizga aytaylik, ranglar degan bitta o'zgaruvchimiz bor. Ranglar teng aytaylik, mana uni ichida ro'yxatimiz bor. Qora, oq, masalan qizil bo'lishi mumkin va bizda yana shuncha mashinamiz bor, shuncha ranglarga. Mashinalar degan o'zgaruvchi ochamiz. Bu ham ro'yxat. Bu masalan aytaylik Spark bo'lsin, Nexia bo'lsin va bizda yana Lacetti bo'lsin. Lacetti deyilarmidi? Xo'p, endi qarang. For rang, in ranglar. Ya'ni ranglarning ichidagi har bitta rang uchun aylanyapman. Va endi buni ichida yana for loop yozaman. Aytaylik mashina in mashinalar. Va bu joydan print aytaylik rang va
mashina. O'shanda mana hozir albomimizni olib ishga tushiraman. Mana ko'rishingiz mumkin, qora Spark, qora Nexia, qora Lacetti, keyin oq Spark, oq Nexia, oq Lacetti, keyin qizil Spark, qizil Nexia, qizil Lacetti. Bunda mana qora uchun mana qora degan elementimizni tanlayapti va qora degan elementimiz uchun mana birinchi forimiz ranglar uchun yozgan lupimiz qora uchun mana ishlayapti. Bir marta ishlagan vaqtida qarasa ichida yana bitta for lupi bor ekan. Bu for lupini avval tugatib olib, keyin bu for lupiga o'tish kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun mana bu joyda mashinani olgan vaqtimizda ushlab turadi. Bu ya'ni pauzada bo'lib turadi va mana shu qora deganimiz uchun mana bu for lupimiz ishlashni boshlaydi. 3 marta nima? Mana chunki 3 taku aylanishimiz mana Spark, Nexia va Lacetti. O'shaning uchun 3 marta aylanadi har bitta elementimiz uchun. Mashinalarda ichidagi har bitta mashina uchun ham 3 marta aylanadi. Demak, o'sha Spark uchun aylangan paytida mana rangimiz nima edi? Hali ham demak tashqaridagi lupimiz hali ham o'z ishini tugatmagani uchun qora turibdi. Bu joyda qora Spark. Keyin ichkaridagi lupimiz hali ham tugamagan, o'shaning uchun keyingisiga o'tadi, Nexiaga o'tadi. Bu joy hali ham for lupimizga qaytmaganmiz. O'shaning uchun Nexia turgan bo'ladi. Nexia keyin Lacettiga o'tadi. Demak, qora Nexiaga o'tadi va endi for lupimizning ichidagi birinchi elementimiz ichidagi hamma elementlarimiz aylanib o'tib bo'lganimiz uchun mana bu joydagi qora degan elementimiz aylanib bo'lgani uchun mana bu to'xtagandan keyin ranglarimizdan ikkinchi elementimiz oq tanlanadi. Oq uchun ham aylanishni boshlaydi. Oq uchun aylanayotgan vaqtida yana for lupimizga duch keladi. U oq yana uchalasi uchun aylanadi. Oq Spark, oq Nexia, oq Lacetti bo'lib va keyin qizil uchun xuddi shu jarayon sodir bo'ladi. Buni mana debug qilish orqali bilib olishimiz mumkin. Mana bu joylarga men qizil nuqtalarni qo'yib chiqaman. Bu har bitta qator uchun bir martadan to'xtaydi degani hisoblanadi. Bu joyda debug degan narsa bor. Mana bu joyda bosadigan bo'lsam, Visual Studio Code dasturida bo'lsa, Ctrl Shift T tugmalari yoki F5 tugmasini bossangiz bu ishga tushadi. Mana New Sessionni bosaman. Mana shu faylni aytaylik ishga tushir deymiz. Xo'sh, keling buni VS Code ilovasida ochib olaman. Keyin u joygacha men pauza qilib turaman. Bu jarayonni sizga ko'rsatmoqchi emasman. Shunchaki VS Code ilovasida ochgan paytimda debug qilishni ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu joydan ko'rishingiz mumkin. Mana VS Code ilovasida ham xuddi shu imkoniyat bor. Nimaga Z ilovasida ishlamadi bilmadim, chunki endigina Windows uchun versiyasi taqdim qilindi. Xo'p, mana nuqtalarni qo'yib oldik qizil qilib. Endi bu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana bunda testing degan bo'lim bor yoki mana debug degan qism bor. Mana Ctrl Shift T tugmalarini bossangiz ko'rinadi. Lekin bu joyda mana ishga tushirish uchun mana bu joyda create a new launch JSON faylni bosasiz va Python debugger tanlab qo'yasiz. Bunda sizga maxsus mana VS Code papkasining ichida launch.json degan fayl ochib beriladi. Va mana bu ikkalasi bitta narsa ekan. Buni mana bunday demak ikkalasi bitta narsa ekan. Xo'p, mana bu narsa bu fayl yaratilgandan keyin ko'rinish mana bu joy, mana bunaqangi ko'rinishga o'tib qoladi. Mana VS Code papkasining ichida launch.json degan papka hosil bo'ldi. Men ham xuddi shunday narsa bo'lishini Z kod editorida, kod muharririda kutgandim, lekin unday bo'lmadi, mayli. Buni ham yaxshilab qo'yishar. Bu fayl avtomatik tarzda bizga o'sha Python kodini test qilishga yordam beradi. Ayni holatda turgan faylimizni. Mana nuqtalarni qo'yib chiqdik. Mana bu joydan o'sha Python debugger current file, ya'ni o'sha sozlamamizni tanlab qo'ydik faylning ichidagi va endi shu sababli F5 tugmasini bosgan vaqtimda mana shu yoki mana bu uchburchak tugmasini bosgan vaqtimda debugging jarayoni boshlanadi. Debug qilish nima? Ya'ni har bitta qadamni to'xtab u joyda nima bo'layotganini ko'rish hisoblanadi. Xo'p, yana ham biroz kichiklashtiraman. Mana ko'rishingiz mumkin, har bitta o'sha joylarda to'xtab o'tish kerakligini mana ko'rsatib qo'yilgan. Mana hozir
kodimiz ishga tushdi va mana ranglar teng qora, oq, qizil degan mana shu o'zgaruvchimizni e'lon qilgan joyimizda, ro'yxatimizni biriktirgan joyimizda turibdi. Mana buni bossam davom etadi. Keyingi qadamga o'tadi. Mana xotiramizga nima bo'ldi? O'zi mana shu saqlandi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu joyda ham ranglar oq, qora, oq, qizil degan saqlandi xotiraga. Endi mana bu qismimizga ikkinchi qatorga keldi va to'xtadi. Endi buni ham ishga tushiradigan, keyingisiga o'tkazadigan bo'lsam, mana bu joyga, mana mashinalarga, Spark, Nexia bular ham xotiraga saqlandi va mana bu joyda 4-qatorga kelib to'xtadi. Mana bu joyda ranglar degan o'zgaruvchiga kirganim uchun uni ichida mana qora, oq, qizil degan qiymatlar turibdi. Va mana shu joyda demak mana shu qatorimiz ishga tushyapti. For bo'lgani uchun ichiga kiradi. Ichiga kirsa mana bitta for loopimiz bor ekan. Mana va rang degan o'zgaruvchi hosil qilay turgandik for loop bilan. O'sha rangimiz hozircha qorada turibdi, ko'rdingizmi? Mana rang qorada turibdi. Ranglar ichida qora, oq, qizil bor. Lekin aynan rangimiz ranglar ichidan qorani ko'rsatib turibdi. Va for loopimizda mana mashinalar ichidan mashinani tanlab olyapmiz. Mana hozircha mashinalarni taniyapti. Yana bir qadam yurgizadigan bo'lsam, mana mashinalar ichidan aytaylik mashinani mana Spark deb tanlab oldi. Mana hozirgi holatda mana print qilayotgan vaqtimizda nima ekan? Rangimiz qora va mashinamiz Spark. Shuning uchun ekranga nima? Qora Spark matni mana bu joyda chiqadi. Mana ko'rdingizmi? Ishga tushirishim bilan qora Spark dedi. Va bu yana tepadagi formimizga qarab ketib qolmadi. Sababi bu joyda mana mashinamiz nima edi? Chunki hali mashinalarimiz ro'yxatidagi hamma narsani sanab bo'lmadik va mashina degan o'zgaruvchimiz mana Spark avtomobili hozircha turibdi. Bu endi Nexiaga almashadi. Mana yurgizaman. Mana ko'rishingiz mumkin, Nexiaga almashganini. Rangimiz qora va mashinamiz Nexia. Hozir bu qadamni yurgizishim bilan mana shu 6-qatorda to'xtab turibdi. Yurgizishim bilan ekranga demak qora Nexia degan avtomobil chiqadi. Mana chiqdi. Va yana for loopimizga mana bu ichkaridagi for loopimiz bo'yicha aylanyapti. Ya'ni hali ham o'sha rangimiz qora turibdi. Mana bu ro'yxatimizdan hali bir qadam u tomonga siljimaganmiz. Hali ham o'sha birinchi qadamda turibmiz. Qora turgan vaqtida mana mashinalarimiz ichidan 3-siga, ya'ni Lacetti'ga yetib keldik. Yana aylanamiz. Mana rangimiz qoraga teng bo'lib turibdi hali ham. Mashinamiz esa Lacetti'ga teng bo'lib turib, ekranga demak hozir yurgizsam qora Lacetti chiqadi. Endi qarang. Qora Lacetti chiqdi va endi mana yurgizadigan bo'lsam, yana bir qadam yurgizadigan bo'lsam, o'sha bu ro'yxatimiz tugab bo'ldi, to'g'rimi? Ichida hech narsa qolmaganini hisobiga tepadagi loopimizga qaytdi endi. Va rangimiz mana hozircha qora turganda, mana yurgizishim bilan keyingi rangga o'tadi. Aytaylik oqqa o'tadi. Mana ko'rdingizmi? Mana rangimiz, tanlangan rangimiz hozir oq turibdi. Ana endi mashinalar bo'yicha yana bitta loopga, ichkaridagi loopimizga duch keldi va yana har bitta o'sha endi qora uchun mana qora uchun 3 marta aylandi, endi oq uchun yana 3 marta aylanadi. Bunda mana yurgizadigan bo'lsak, mashinamiz rangi hali oq, mana endi oq qoralarda aylanib bo'ldi, chunki endi oq uchun mana yana boshdan Spark ekranga chiqadi. Oq Spark deb mana ekranga chiqdi. Endi yana for loopimizga duch keldi. For loopimizda Nexia bor ekan, chunki Sparkni endi aylanib o'tdik. Endi oq Nexia ekranga chiqadi va yana keyingi safarimiz nima bo'ladi? Oq Lacetti ekranga chiqadi va 3-safariga mana ekran mana for loopimizga keldi. Qarasa nima? O'zi 3tasini aylanib bo'pti. Tugadi. Endi nima bo'ladi? Nima sodir bo'ladi? Bu joyda tepadagi loopimizga qaytadi. Va endi o'zgaruvchimiz bu joyda rangimiz oq emas, balki endi 3-siga mana qora oni aylandi, oqni aylandi, endi qizilga keldi. Endi qizilni ichiga kiradi. Qizil uchun aylanishni boshlaydi, lekin ichida qarasa yana for loopi bor. For loopimizda esa nima bor? Mashinalarimiz bor. Mashinalarimizni ichini aylanib chiqishi kerak ekan. Ichida Spark, Nexia va Lacetti bor ekan. Endi pastga tushamiz. Mana keyingi qatorga o'tganimizda mana qizil rangimiz turibdi, rang bo'lib, rang o'rniga demak qizil chiqadi, mashina uchun Spark chiqadi. Va bu joyda endi hozir demak qizil Spark ekranga chiqishi kerak.
qizil spark ekranga chiqadi va yana for loopimizga qaytadi. Keyingi qadamga o'tadigan bo'lsak, qizil rangi uchun mana hali ham qizilda turibdi, lekin endi bu elementimiz ichkaridagi mashinalar ro'yxatimizdan Nexia ekranga chiqadi. Qizil Nexia va yana shunday qilib nima sodir bo'ladi? Qizil Lacetti ekranga chiqadi va keyin mana ro'yxatimizga qaytsa, o'zi bu ro'yxatimizni aylanib bo'libdi. Keyin for loopiga qaytadi. For loopiga qaytsa, mana for loopida Spark, Nexia va Lacettini ham aylanib bo'libdi. Mana endi nima bo'ladi? Dasturimizda boshqa kodimiz yo'q, ish jarayonini yakunlaydi va mana shunday qilib qora Spark, qora Nexia, qora Lacetti, oq Spark, oq Nexia, oq Lacetti, qizil Spark, qizil Nexia, qizil Lacettilar ekranga chiqadi. Xo'p, hammasi sizlarga tushunarli bo'lsa, keyingi mavzuyimizni keyingi qismiga o'tamiz. Bu pass funksiyasi hisoblanadi. Pass kalit so'zi hisoblanadi. Xo'p, while siklida ham bu ishlaydi, for loopida ham ishlaydi. Masalan, for sikli ham xuddi while sikli kabi o'sha singari bo'sh bo'lishi mumkin emas. Ya'ni o'sha bitta aylanish davomida albatta nima amal bajarilishini kiritishimiz lozim bo'ladi. Ya'ni ikki nuqtani qo'yganimizdan keyin pastiga tushib shunchaki bo'sh qoldirib keyingi blokka o'tib keta olmaymiz. Yani orasida nimadir kod yozishimiz kerak. Ammo aytaylik for ichida yoki while ichida nima qilishimiz hali aniq bo'lmagan bo'lsa, kodimizda xatolik yuz bermasligi uchun vaqtinchalik kalit so'zdan foydalanib tursak bo'ladi. Bu pass degani, ya'ni o'tkazib yuborish degani va dastur ishga tushganda o'sha qism hisobga olinmay keyingi qismga o'tib ketadi. Masalan, hozir aylanish, ya'ni loop davomida bajarilishi kerak bo'lgan amalni kiritmay pass kalit so'zini kiritib qo'yishimiz mumkin. Bunda o'sha xatolik yuz bermaydi, chunki pass kalit so'zi o'tkazib yubor degan ma'noda ishlatiladi. Aynan shuning uchun kerak bo'ladi. Ammo hech qanday amal bajarilmaydi, chunki biror bir amal bajarish haqida hali buyruq kiritmagan bo'lamiz. Masalan, for x in range aytaylik 5 kiritdik va vaqtinchalik bu joyga pass deb yozib qo'yamiz. Agar bu joyda print yozib qo'ygan bo'lsak, salom deb masalan, bu nima qiladi? Ekranga chiqaradigan bo'lsak, ishlaydi. Salom chiqyapti. Agar Pascal so'zimiz yo'q deb tasavvur qiling, o'zi mana kod editor ham qizilda xatolik beryapti. Indented block, ya'ni indentatsiya qilingan qandaydir kod yozilgan qandaydir blok kutilgan edi deyapti va bu joyda ham for statement uchun indented, ya'ni mana bu joyda 4 ta bo'shga tashlab nimadir yozilgan blok kutilgan edi 45-qatordagi for uchun deyapti. Ya'ni bu joyda nimadir kod bo'lishi kerak edi. O'sha indentatsiya xatosi tufayli keyingi qismimizga o'tishimiz da xatolik bo'lyapti. Shuni oldini olish uchun biz pass kalit so'zidan demak foydalanar ekanmiz. Mana shu ma'lumotni berishim bilan sizlar bilan o'sha for darsini hamda shu bilan birgalikda Pythondagi o'rta daraja darslarini yakunlagan hisoblanamiz bu kursimizdagi va shu joyda keyingi darsda hamda keyingi yuqori daraja bo'limida ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling deb qolaman.